Multiple choice questions. Listeningdan IELTS ishlagan bola borki, shu savollar haqida har doim nolib yuradi. Bugun siz bilan bu savollar nega qiyinligi haqida 4 ta sababni ko'rib, keyin ularga yechim beramiz. Endi birinchi muammo, siz shunchaki savollarni o'qib chiqishga ulgurmasingizdan tam audio boshlanib ketadi. Ayniqsa part 3 da sizda savollar uzun, keyin variantlar uzun bo'lganda bunaqa holat ko'p kuzatiladi. Endi yarim yo'lga kelgandingiz, audio boshlandi, siz uje nima qilishingizni bilmayapsiz. Ikkinchi muammo, har bitta savolda deyarli distractor bo'ladi. Siz A haqida nimadir eshitasiz, endi tanlamoqchi bo'lsangiz B variant haqida nimadir keladi, вообще-то javob keyin C bo'lib chiqadi. Uchinchi muammo, siz bir vaqtning o'zida ham o'qiyotgan narsangizni tushunib, ham eshitib, audioga e'tiboringizni qaratib tura olmaysiz. Bittasini tanlashingiz kerak bo'lib qoladi. To'rtinchi muammo, siz shunchaki eshitgan narsangizni tushunmayapsiz. Masalan, part 3 da bu ko'proq bo'ladi. Chunki siz akademik vaziyatdagi bolalarning suhbati yoki bolalar bilan universitetdagi domlaning suhbatini eshitasiz, ko'p narsa sizga tushunarli bo'lmaydi u yerda. Endi ulgurmayotgan bo'lsangiz, bu muammoni qanaqa hal qilsa bo'ladi? Birinchisi, shunchaki siz, masalan, part 1 ning oxirida sizga qo'shimcha vaqt berildi savollaringizga javoblarni ko'rib chiqish uchun. Ko'pincha sizda 9 ta, tam o'sha 8 tasiga o'yin bo'lasiz, bitta ikkitasiga qarab qo'ysangiz, qo'shimcha vaqtingizda osmonga qarab, qachon part 2 ga o'tar ekanman deb kutishingiz shart emas. To'g'ridan to'g'ri part 2 ga o'ting, savollarni o'qishni boshlang, o'shanda yana qo'shimcha sizga part 2 ga vaqt berilganda aniq hammasini o'qishga ulgurasiz. Ikkinchi, bu vaziyatni yaxshilashga yordam beradigan narsa shunchaki ingliz tilida ko'proq narsa o'qish. O'shanda siz o'qigan narsangizni tezroq tushunishni boshlaysiz, listening har holda osonroq bo'ladi. Va uchinchi, eng ochiq oydin yechim, siz shunchaki ko'proq listening testlarini qilib, mana shu vaziyatga moslashib olishingiz kerak. Ikkinchi eng ko'p bo'ladigan muammo, distractorlar sizni chalg'itib qo'yapti. Keling bitta misol bilan ko'rib ketamiz. What did the woman decide to do about her holiday plans? Demak, ayol o'zini dam olish rejalari haqida qanaqa qarorga keldi? A. Cancel them all together. Ularni to'laligicha atmen qilmoqchi. B. Change the destination. Manzilni o'zgartirmoqchi va postpone the trip. O'sha sayohatni kechroqqa qoldirmoqchi. Endi audioni siz bilan eshitib o'tirsangiz, hamda tekst formatida ko'rib ketamiz. Demak, she thought of cancelling at first. Demak, mana shu haqida o'yladi degani shuni qarorga kelmaganda. Chunki agar shu qarorga kelganda, to'g'ridan to'g'ri opa cancel qildi degan bo'lardi. Bu yerda yo'q. Cancel qilishni o'yladi. Shu joyda men A variant xatoligini bilaman, o'chirib qo'ydim. Elimination strategy deyiladi, ya'ni noto'g'ri javoblarni o'chirish orqali to'g'ri javobni topish. Dalshi davom etadigan bo'lsak, because of her work, but then her boss allowed some flexibility. Keyin sal-pal vaqtini o'shanga moslashga xo'jayin ruxsat bergan va opa o'zini fikrini o'zgartirgan. Ko'p ko'rasiz mana shunaqa holatni. Bir narsa deb o'ylaganda lekin deydi, keyin sizga bu narsa nega to'g'ri emasligini ko'rsatadi. So instead of going to Italy, she is heading to Spain now. Ko'rdik, Italiyaga borishning o'rniga endi Ispaniyaga yo'l olyapti. Hozir bizda B bilan C variant qolganda, postpone the trip to'g'ri bo'lmadi, chunki kechiktirish haqida umuman gap yo'q. B variantini tanlaymiz, chunki boshida manzil Italiya edi, hozir Ispaniya bo'ldi. Agar siz mana shunaqa qilib, har bitta savolni analiz qilib, yoniga o'zingiz erinmasdan yozib chiqsangiz, mana bu variant shu uchun xato bo'ldi, mana bu variant shu uchun to'g'ri bo'ldi. Ba'zan siz hushingiz yetmaydi, yoki ingliz tili darajangiz yoki mantiqan tushuna olmayapsiz. U payt sizga o'qituvchi kerak, borib tushuntirasiz. Domla, mana shu narsani tushunmay qoldim. Nega A bo'lyapti, nega B emas? Men ikkalasini eshitdim-ku deb, keyin o'qituvchingiz xudo xolasa sizga yordam beraveradilar. Uchinchi muammo, keling yo o'qi yo eshitdim nomlaymiz, chunki siz ikkalasidan bittasini tanlashingiz kerak bo'lyapti. Bu yerda men sizga ikkita tavsiya qila olaman. Birinchisi, agar siz o'pishim hishtimani o'qishga imkoningiz bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki tekstni hammasini ignor qilasiz, savol-pavol varianti bilan va shunchaki eshitib turib, o'sha narsa haqida kichkina konspekt qilib note take qilishni boshlaysiz. Bu yerda albatta to'liq gaplar yozmaysiz, kerak bo'lsa uzun-uzun so'zlarni qisqartirishga harakat qilasiz. Maqsadingiz oxirida yozilgan o'sha notlaringizga qarab, butun suhbat nima haqida bo'lganini taxminan bo'lsa ham tushunish, keyin savollarni o'qib, shundan foydalanib javoblarni tanlash. Bu yerda faqat bitta kamchiligi bor. Agar notlaringizda siz xohlaysizmi yo'qmi, baribir nimadir o'tib ketib qoladi. Kerak narsa o'tib ketgan bo'lsa, ba'zi savollarda tavakkal qilishga majbur bo'lib qolasiz. Endi agar siz sal-pal bo'lsa ham nimanidir o'qib, o'sha narsani eslab tura olsangiz, variantlarni o'qimaysiz, faqat savolni o'qiysiz va eshitib, aynan o'sha savolga javob topishga harakat qilasiz. Masalan, qasr qaysi yili ochilgan edi degan savol yozib qo'yganmiz. Bo'ldi, sizga hech nimani o'qib o'tirish shart emas, o'tirib eshitasiz, qasr qaysi yili ochilgan ekan. Birinchi sizga aldashga harakat qiladi. Qasrning qurilish planlari 79-yil boshlangan. Siz bilasiz 79 bu yerda aldayapti.
keyin 82-yillarda qurilish boshlanib, oxiri 94-yilda qasr oxiri o'z eshiklarini ochdi degan. Ha, eshiklarini 94-yilda ochdi. 94 ni yozib qo'yasiz, shunga mos variantni tanlashga harakat qilasiz. 4-chi, eng asosiy va eng to'g'rilash qiyin bo'lgan, ko'p vaqt talab qiladigan muammo, siz shunchaki eshitgan narsangizni tushunmaysiz. Yana qaytaraman, part 3 da bu ayniqsa muammo bo'ladi. Bilaman nima o'ylayotganingizni. Yo'q, men tushunaman, lekin baribir tanlay olmayman deyapsiz. Katta ehtimol bilan yo'q. Agar rostdan tushunaman deb o'ylasangiz, hozir boring. Listeningdan part 3 ni qo'ying-da, keyin tarjimasini yozishga harakat qiling. Katta ehtimol bilan bu narsani yoza olmaysiz. Einstein aytganidek, agar siz biron narsani oson qilib tushuntirib bera olmayotgan bo'lsangiz, demak siz u narsani hali yaxshi tushunmaysiz. Masalan, tepadagi savolni qaraydigan bo'lsak, postpone so'zini ba'zilaringiz bilmaganligingizga meni ishonchim komil. U so'zni bilmaganingiz uchun siz variantni o'sha xato tanlashni boshladingiz, demak oddiy. O'sha so'zni o'zini o'rganib qo'yasiz. Postpone demak kechiktirish ekan yoki bo'lmasa destination manzil ekan, cancel bu narsani отказ qilish ekan. Keyin ingliz tili sekin yaxshilanib boradi. Bu yerda hozir vocabulary haqida gaplashdik. Xuddi shu narsa sizda grammatik strukturalar bilan bog'liq joyda ham bo'ladi. Masalan, listeningda tasavvur qiling, I had it delivered keldi-da, siz uni men olib borib berdim deb o'ylab, biron narsani tanlab qo'ydingiz, lekin aslida bu men olib borib berdim emas, kimgadir olib bortirdim demoqchi, u ma'no o'zgaryapti. Buni deb xato qildingizmi, demak, aynan o'sha grammatikani o'rganishga harakat qilasiz. Shunaqa qilib sekin misqollab deydi-yu, azgincha bu yerdan qilib yig'ib borasiz. Uzoq vaqt shu narsani qilib borsangiz, aniq listeningiz bomba bo'lib ketadi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar shunga o'xshagan yaxshi videolardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga o'zingizda aynan IELTS o'qish jarayonida bo'layotgan muammolar haqida yozib qoldiring. Kelasi videolarda aynan shular haqida gapirishga harakat qilamiz. Esdan chiqmasin, podpisatsiya qilib qo'yamiz.